Hozirga 0 akkauntni ekspert akkauntga aylantirishni 3 ta etabini ko'rsatib beraman. Buning uchun jamoa yoki studiya kerak emas, hammasi oddiy. Birinchi etap, bu uchun rasm tanlaymiz. Rasmimiz ham studiyada olingan bo'lishi shart emas, oddiy telefondan tushsa ham bo'ladi. Muhimi aniq ko'rinib turishi kerak yuzimiz. Ikkinchi etapda qaysi sohada ekspertsiz? Misol uchun ko'pchilik bizda mamki faqat ismini o'zini yozib qo'yadi. Shuning uchun ismni yoniga biz content maker, ssenarist deb yozamiz. Bu sizga yangi kirgan obunachi siz qaysi sohada ekspertligingizni bilib oladi va eng zo'r tomoni Instagram SEO optimizatsiyasida topga chiqishga yordam beradi. Mana misol uchun ko'rsatib beraman. Content deb yozsam, mana ikkinchi turumda. Misol uchun ssenarist deb yozsam, mana birinchi turumda rasmim ham aniq ko'rinib turibdi. Xo'p, uchinchi etapga o'tamiz. Bioni yanada kuchliroq qilamiz. Yangi kirgan obunachida savol bo'ladi. Sen menga nima berasan degan. O'shaning uchun biz birinchisiga men Instagramni sotuv tizimiga aylantiraman deb yozamiz va qo'shimchasiga ish joyimni, mana shu qo'shimchasiga ish joyi o'rniga sizlar o'zingizlarning natijalarni yoki raqamlarni, misol uchun muvaffaqiyatlarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Va keyin call to action qoldiramiz. 1 soatlik razbor uchun direktda plyus yuboring deb. Ana shu 3 ta etapdan keyin bemalol kontentni strategiyasi va rubrikalariga e'tibor qaratsangiz bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.